Yunusobod tumani Bobodehqon mahallasida 2,6 sotixli hovli yangi remontdan bitib tayyor patkuruch bugun uborkalardan chiqdi. Hozir sizga kiruvishdan boshlab obzorni qilib beraman. Asosiy kiruvirish darvoza avtomatik qo'yilgan, kiruvirish eshik, kirdik chap qo'limizda bu yerda yozgi oshxonamizda qilingan. Tashqari taraf uchun sanuzil, ikkita mashina hovlimizning ichiga bemalol sig'adi. Uyimiz 300 kvadrat, podvol birinchi va ikkinchi qavat. Qisqa video obzor qilib beraman sizga, ya'ni bizani mijozlarimizga yoqadigan stilda remontlari bitgan. Qani bismillahirrohmanirrohim kirib keldik. Mana shunaqa chiroyli hovlimizni kutib oladi. Devorlarimiz atachenta qilingan. Mana ramkani ichi bo'lsa, ko'rayotganingizdek qumli atachenta qilib qo'yilgan. Xullas, kafillarimiz ham yaxshi, juda chiroyli tanlanibdi. Kirganimiz chap qo'limiz oynali burchak, lyustralarimiz, mana bu aksessuarlarga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Bu ham juda chiroyli chiqibdi. Xo'p, xonadonimizga kirdik. Chap qo'limizda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Garnitur mebellarimiz qo'yilgan. Texnikamizdan bo'lsa, plita, vычишка, pech, mikrovolnovka pechlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu bizani oshxona qismimiz bo'ldi. Keyin shundoq kirdik. Ro'paramizda bo'lsa, zalimiz joylashgan. Katta zal qilingan. Bu yerda ham ranglari juda chiroyli tanlanibdi. Ko'rayotganingizdek, devorimizning ranglari, patoloklarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Bu tarafimizda bo'lsa, ko'rayotganingizdek, mana shunaqa tosh effektini beradigan oyna qilingan. Oyna qilib qo'yibdi, juda chiroyli. Bu ham bu kompaniyani ham o'z oldin rosa reklama qilib o'tganmiz. Xo'p, 2,6 sotuv qilingan ishni ko'rdingiz. To'liq ko'rsatmadim, chunki agar hozir to'liq ko'rsatsangiz, keyin siz to'liq obzorni ko'rmay qo'yasiz. Okay, shuning uchun bu sizni qiziqtirish uchun qisqa video qilib berdim. 2,6 sotuv 300 kvadrat, narxiga keladigan bo'lsak, $329 ming so'ralyapti, ozgina o'tib beriladi. Siz keling, o'zi narx-navoni, bitta qo'ni qo'shni nech pul so'rayotganini o'zi bitta so'rab surishtirsangiz, bu ancha yumshoqroq so'ralyapti, chunki akam aytdilar, ikkita ko'cha nariroqda bundan ancha qimmatroqga xuddi shunaqa sotixda hovli sotilyapti deb aytdilar. Shuning uchun bitta kelib ko'ring, tepasida yana gaplashiladi.